Video chiqdi-ku, haqiqiy farosatli ayol deb turib tapchikani taxlab kirib ketgan. Haqiqiy farosatsiz ayol qanaqa bo'lishini aytaymi sizlarga. Misol uchun, turmushga chiqmagan qizni oldiga borib, men juda ko'p ko'rganman-da. Qachon to'y deyshadi. Ehtimol yosh katta bo'ladi-da, u bilib turibdi shu narsani. Yoki mayli turmushga chiqqanam deylu, hali homilador bo'lmasa qachon yengili qachon? Mayli tug'ib qo'yibsiz 4 tani, nima ishing bor sani? U yengili qachon bo'lishini o'zi shundoq ham bilib turibsan, uni eng og'riqli joyi shu-da. Yoki mayli tug'di ham deylu, hali ozgina 1 yosh, 2 yosh botdi, tili chiqmadi, yurishga qiynalyaptimi, shu narsani bilib turib, voy hali yurib ketmadimi? Voy meni bolam 1 yasharidan o'zi tili chiqib ketgan deb qo'yishadi. Yoki kuruvlarda bilasizlar, shunaqa bo'ladi. Bu faqat ayollarga emas, erkaklar ham shunaqa. O'zi 10 ta odamning ichida o'sha o'rtog'idan borib, qachon qarzingni berasan? Qachon berasan? Qarzing esingda yo'qmi deb qo'yishadi. Yoki kiyib olgan bo'lsa kiyimini, meni kiyimim maqtanib qo'yishadi o'shani oldida. Bilib turibsan, o'zi senga misol uchun o'sha narsani muhtojligi uchun olgan-ku, nimaga uni xijolat qilib maza qilasizlar? Yo, bu shunchalik gryazligidan yoki realni o'ta farosatsiz bu narsani oddiy hol deb o'ylab, oddiy savol berish deb o'ylab tushunib gapirishadi. Mana men uchun haqiqiy befarosatlik o'sha. Kimnidir tapchikasini olib taxlamasdan kirib ketish norma men uchun. Men chunki shunaqaman-da. Tapchikani birovnikini simbolik taxlab, shu qo'limni tiqib hayotda taxlab kirib ketmayman. Shunaqaman, nima qilay? Mayli, men shu uchun befarosat hisoblansam, hisoblana qolay. Men oyog'ida xudo biladi gribboka bormi, sassiydimi oyog'i bilmayman-ku. Men anaqa tabiatim mana shu narsani ko'tara olmaydi. O'zimni uydilarimnikini zo'rg'a taxlayman. O'zi to'g'risi